Qizlar, o'sish jarayonlari avjida. Qizlar, sizlarga tavsiya etmoqchiman. Ya'ni ko'pchilik aytadi, krem oluvdim, ta'siri unaqa zo'r bo'lmadi. Yuzimni dog' uchun oluvdim, yuzimni ajin uchun oluvdim, lekin ketmadi, yuzimni oqartirib bermadi deyshadi. Nimaga? Ya'ni sizlar doimiy silib tursin, krem sotib olmanglar agar tonik sotib olmasanglar. Toniklarning ham har xili bor. Mana. Har xil toniklarimiz bor. Endi qarang, nimaga bu tonik kerak? Tonik bu shunaqa narsaki, tonikni organizmdan kelgan, yuzingizni yuvib olasiz, yuzingizni yuvib bo'lganingizdan keyin tonikni artib tashlasangiz, yuzingizni polni poralarni ochib beradi. Poralar ochilgandan keyin yuziga krem sursanglar, krem chopib borib o'z vazifasini bajarishni boshlaydi. Lekin siz kremni o'zini yuzingizga surib oladigan bo'lsangiz, ya'ni yuzingizga salofan kiyib olib, krem surayotgandek bo'lasizda, u hech qanaqa ta'sirini ko'rsatib bermaydi. O'shaning uchun har doim tonik sotib olinglar. Bu yerda toniklarimizni bu yerda farqi yoshiga, misol uchun ugrilari borlar uchun spesial bunaqa tonikimiz bor. Yuzi quruqroq insonlar uchun spesial